Bu motoblogimiz siz uchun ishlab chiqarilgan. E'tibor berishingiz mumkin. Xo'jalikda ishlatish uchun 7 ot kuchli motobloglarga yangi partiyada temir balonlari va undan tashqari original bo'lgan TX motobloglari va undan tashqari 50, 60, 70 agat oralariga tushib ishlaydigan kultuvassalari va undan tashqari kartoshka ko'g'iladigan kapatillarigacha yangi partiyalar yetib keldi akalar. Kimga mana shu turdagi komplekt holatda motobloglar kerak bo'lsa, bemalol kelib bizi do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin va undan tashqari hozirgi paytda do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. Mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib, kanalga kirib, obuna tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu turdagi instrumentlardan birini ham sizga tekinga berib yuboramiz. Faqatgina videoni sharti, videoga hoziroq bitta like bosib, kommentariyada omadni yozib qoldirib qo'yishni ham unutmang. Do'konimizga kelib cheklanmagan miqdordagi motobloglardan birini xarid qilib olganingiz uchun do'kon ichida joylashtirilgan omadli barabanimizni aylantirib, shu turdagi sovg'alardan birini tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib oladigan bo'lsangiz, mana shu turdagi instrumentlardan birini tekinga yutib olish shartlarini tanishtirib o'tamiz. E'tibor bering, hozirgi kunda xo'jalik bob, ro'zg'orbob modeldagi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TX motobloglarimizni 7 ot kuchli variantlaridan yangi assortimentlarni olib kelib qo'ydik. Bu motobloglarimizni ko'pchilik akalarimiz biladi. Boshqa motobloglardan sifat tomonlama, quvvat tomonlama eng baquvvati hisoblanadi. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, 7 ot kuchli motoblogimiz va motobloglarimiz uchun yangi partiyada yetib kelgan agregatimizni qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, e'tibor berishlaringiz mumkin. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli original TX motobloglarimizni yoqilg'i turi benzinli bo'lgan, benzin boklari 3 litrli qilib ishlangan. E'tibor berishlaringiz mumkin. Yurgizish joylari zavodnoy orqali yura oladigan motoblogimizni ko'pchilik akalarimiz bilgan 450 tali reduktorli variantlardan olib kelib qo'ydik. Motoblogimizni motorlari 170 va reduktorlari o'ziga teng baravar katta 9, 13, 15 ot kuchli motobloglar bilan bemalol ishlash imkoniyati bo'lgan reduktorlarni usulini qilib 450 tali reduktorlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motoblogimizni motori 170 motor bo'ladi. Moy datchiklarigacha qo'yib o'tilgan. Moya kamayadigan bo'lsa, suyuladigan bo'lsa, motoblog o'zi avtomatik o'chib qolish funksiyalari bor. Motoblogimizni e'tibor beringlar, vozdухning filtrlarigacha masnilni vozdухning filtrlaridan qo'ydirib olib kelganmiz. Karburatorlar ekonomik bo'ladi. Boshqa turdagi 7 ot kuchli motobloglarga nisbatan soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladi. Motoblogimizda rollari uzun variantidan bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz shuni olishda adashtiryapti akalar. Oddiy prostoy variantlari ham bor. Buni farqi rollarni uzun kaltaligi va reduktorini katta kichikligiga qarab narxlari o'zgarib chiqaveradi. Xo'p, bu motoblogimizda oldiga 2 ta skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Mexanika korobka hisoblanadi. Motoblogimizda orqasida qishloq xo'jaligi vomlarigacha qo'yib o'tilgan. Bu vomlariga suv nasos va karcher apparatlarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimiz o'zi 60-70 razmerlarga o'zgarib ishlashligi uchun balon oralarini bemalol kengaytirib, toraytirib ishlatishlaringiz mumkin. Agarda agat oralariga yurmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu turdagi temir balonlardan qo'yib foydalanadigan bo'lsangiz, sifat tomonlama, quvvat tomonlama e'tibor beringlar, listlari ham qalin listlardan qilib ishlangan. Temir balonlarimizni o'ziga ham 1 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Va undan tashqari temir balonlarni qo'yib foydalanayotgan paytingiz 50, 60, 70 agatlarga ligirovka bo'la oladigan universalniy chizellarimizdan ham yetib kelgan. Mana shu qaldirg'ochining o'ziga boshqa agat oladigan qo'ysa ham bo'ladi. Xohlasangiz agatlarni olishda jo'yak oladigan qilib ishlatishlaringiz mumkin. Xohlaganlar mana shu turdagi qaldirg'ochlari bilan agatlarni olish uchun ishlatishlaringiz mumkin.
Buni razmerga o'zgartirish ham juda ham oson akalar. Mana shu yerda bolti bo'ladi. O'zingiz bemalol ligirovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. Va kartoshka kapatil so'ragan akalarimiz uchun kartoshka kapatillarni ham bemalol mana shu agregatimizga qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Kimga mana shu turdagi agregatlarda eng arzon narxlarda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda komplekt holatda oladigan bo'lsam, necha pulga tushadi deb so'ragan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizda optim baza bo'lganligi uchun agregatlarimiz ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Motobloklarimizni pryamoy Xitoyda o'zidan o'zimiz olib kiramiz akalar. Xohlaganlarga upakovka holati, xohlaganlarga mana shunday yig'ilgan holatda motobloklarimiz bor. Hozirgi paytda ko'rib turgan 7 ot kuchli motobloklarimiz uchun komplektlarga frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalari bilan eng original bo'lgan 450 talik variantlarini atiga 4 million 500 ming so'm baho aytilyapti. Aytib o'tilayotgan narxlardan albatta kami bor, kelishtirib beramiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Texa motobloklarimizni 4 xil reduktorli variantlari bor. Shunisiga aldanib qolmanglar akalar. Bizning do'konlarimizdan kelib, xohlaganlar mana 350 talik, 250 talik, 150 talik variantlarini ham olishlaringiz mumkin. O'sha atrofda 450 talikda 150 talik variantlarini ham qimmat narxlarga sotilyapti. O'sha atrofda 3 million 600, 3 million 800 gacha sotilayotgan motobloklarda 3 million 300 ming so'mdan olishlaringiz mumkin. Kimga original bo'lsin va zo'r bo'lsin degan akalarimiz uchun original variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Xohlaganlar mana shunday variantlardan ham olishlaringiz mumkin. Reduktorlari 450 talik, komplektga freza, dokument, kulich va 1 yildan garantiyalari bilan atiga 4 million 500 ming so'm baho aytilyapti. Aytib o'tilayotgan narxlardan kami bor. Agregatlar narxini so'ragan akalarimiz uchun temir balonlarimizni hozirgi paytda 450 ming so'mdan boshlab akalar 1 million 200 ming so'mgacha variantlari bor. Katta kichikligi, listlarni qalin yupqaligiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Undan tashqari orqasida turgan chizellarimizni hozirgi paytda narxlari 700 ming so'mdan boshlab akalar 1 million 600 ming so'mgacha variantlari bor. Xohlaganlar mana shu turdagi agregatlardan ham komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Videoni boshida aytib o'tganimdek va'da mana shu videoga bitta like tugmasini bosib keladigan bo'lsangiz, videoni boshida aytib o'tganimdek mana shu turdagi shurpayor naborda do'konimiz ichiga kirib kelasiz. Kirib kelganingizda omadli baravanimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu omadli baravanimiz ichida sizga tashqarida ko'rsatib o'tilgan shurpayor naborlar va undan tashqari 100 xildan oshiq sovrinlar mana shu omadli baravan ichida joylashtirib qo'yilgan. Kelib baravanni aylantirasiz va tushgan sovg'alaringiz nimaiki tushishidan qat'iy nazar 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboringlar. Motoblokda aytib o'tilgan narxidan albatta kami bor kelishtirib beramiz va undan tashqari bonuslarni tekinga beramiz akalar. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. E'tiboringlar uchun rahmat. Savollar bo'ladigan bo'lsa mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Joninglar sog' bo'lsin.